Leksimizin ikinci mavzusunda hürmetli vatandaşım, Amerika Devlet Meclisi guahlık bir iş yığını ötközdi. Janubi Deniz neme üçün muhim? Mavzulu haber 9. ayının 24. günü Amerika Avazdan Xitay Tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Washington Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası İşki Grupa Komiteti Janubi Deniz meselesi bo'yicha guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Amerika Devlet Meclisi'de. Devlet Meclisi a'zolari bak ko'ngil biladigan tema Janubi Jungo dengizi Amerika uchun nima uchun muhim? Bu qatim guvohlik berish, guvohlik elish yig'inida o'ttirib qo'yilgan eng muhim masala Janubi Deniz meselesi yoki Janubi Deniz Amerika Qo'shma Shtatlari uchun nima uchun muhim degan mavzu bo'ldi. Devlet Meclisi a'zolari Amerikada yangi prezident saylimi o'tkaziladigan mezgilda Jungo hükümetinin Janubi Jungo dengizida ig'vogarchilik harakat elib berib, Amerikaning irodasi va va'dasiga xiris e'lon qildi deb ansiraydi. Mana diqqat qilinglar vatandoshim. Prezident saylimi Devlet Meclisi a'zolari Amerikada yangi prezident saylimi o'tkaziladigan bo'layotgan mezgilda Jungo hükümetinin Janubi Jungo dengizida ig'vogarchilik harakati elib berib, Amerikaning irodasi va va'dasiga xiris e'lon qildi deb ansiraydi. Shunday bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu Devlet Meclisi guvohlik elish, guvohlik berish yig'in ochilib bir kun o'tmayli degan Xitoyning 40 tane kurashchi aeroplani Gogo dengiz bo'g'izida uchib o'tdi. Mutaxassislar guvohlikdan o'tganda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Janubi dengizda irodasini ko'rsatib qo'yishini umid qildi. Mutaxassislar Devlet Meclisi'de guvohlikdan o'tganda Janubi dengiz masalasi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining o'zining irodasini ko'rsatib qo'yishini umid qildi. 9. ayının 21. günü Avam Palatası Harbiy ishlar komitetining qaramog'idagi dengiz ishlari huquqi va harbiy kuchni ishqisilish komiteti Janubi dengiz masalasi to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Guvohlik berish yig'inida bu komitetning raisi Dandy Forbes Prezident Obama vazifa o'tash muddatining eng oxirgi mezgilida yangi prezident vazifaga o'ltag'icha ig'vogarchilik qildi deb ansiraydiganligini bildirdi. Forbes apandi nima dedi? Yangi prezident Amerikada vazifaga o'ltarg'icha eng oxirgi mezgilda Jungo bu tarafda ovorchilik paydo qildi deb ansiraydiganligini bildirdi. U yana bunday ko'rsatdi. Jungoning raisi Rais Xi Jinping yoki prezident Obama vazifa muddatining eng oxirgi bir necha oyida bu fursatni ching tutib yoki buni fursat bilib Prezident Obama'nın en ahırki vazife o'tashning en ahırki bir ishki ayida bu fursatni ching tutib, ching bilib Jungoning raisi Janubi Jungo dengizda havo mudofiyasini farqlantirish rayini jakarlab, Huangyandao oroli dengizni to'plantirishni kuchaytirib, sun'iy yasalgan orollarni harbiylashtirishni tezlatib, bizning irodamizni, ya'ni Amerikaning irodasini sinab boqmoqchi bo'layotdi deb ansiraydiganligini ko'rsatdi. 9. ayının 23. günü Avam Palatası Tashqi Munosabatlar Komiteti Asiya Tinch Okean Gruppasi Gaga'nın qarori e'lon qilingandan keyingi Janubi dengizga aloqador diplomatiya va bexatarlik masalasi bo'yicha guvohlik elish, guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Rais Matt Salmon ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Janubi Jungo dengizidagi territoriya talash tortishi uzun muddatlik bexatarlikka ta'sir ko'rsatadigan va qisqa muddat ichida ziddiyat va to'qinish paydo qiladigan bir yerdir. Yaqinda yig'inda guvohlik bergan mutaxassislar muhim masalalarni o'tirib qo'ydi. Jumladan Janubi Jungo dengizi Amerika uchun qanchalik muhim? Amerika Janubi dengiziga ko'ngil bo'lishi kerakmi yo'q? Agar Amerika harakat qo'llanmasa, yana qanday bo'ladi degan masalalarni davr qilgan holda muhokama qildi, guvohlik berdi, guvohlikda o'tdi. Guvohlik berganda mutaxassislar bunday ta'kidladi. Janubi dengizining Amerikaning umumiy siyosatida intayin muhimligini qayta ta'kidladi.
guvohlikda o'tgan mutaxassislar Janubiy dengizning Amerikaning siyosatida, bo'libmi Osiyo Tinch okean siyosatida intayin muhimligini qayta ta'kidladi. Amerikaning davlat manfaatiga muhimligini qayta ta'kidladi. Mutaxassislar mundaq deyishdi. Janubiy dengiz masalasi Amerikaning rahbarlik huquqi va Amerikaga bo'lgan ishonch masalasidir. Albatta shundaq. Agar Amerika Janubiy dengizda tashlab chiqadi ekan, agar Amerika Janubiy dengizda harakat qo'llanmaydi ekan, agar Amerika dengizda Xitoyning ustunligini e'tirof qiladi ekan, u vaqtida Amerikaning dunyoviy obraziga ta'sir etadi. Shundaqla Amerikaning qudratli kuchiga bo'lgan ishonch dunyoviy miqyosda aytganda Amerikaning kuchiga, Amerikaning davlat kuchiga ishonch masalasiga ta'sir etadi. Ya'ni ishonchga daz ketadi degan. Sen Janubiy dengizda tashlab chiqadigan bo'lsang yoki Xitoyning ixtiyoriga qo'yib bersang, Amerikaning ishonch krizisiga duch keladiganligini mutaxassislar ta'kidlagan. Amerika strategik tadqiqot markazidan Bonnie Glaser 9-20 kuni guvohlik berish yig'inida Amerika mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Janubiy dengizda intayin ko'p manfaati bor. Bonnie Glaser 21 kuni guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Janubiy dengizda intayin ko'p manfaati bor. Mutaxassislar taklif berib, Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizda irodasini oshkorlashi kerak. Irodasi deganda Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizda kuchini ko'rsatish kerak. Texnik konkretlashtirsak, Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizda harbiy kuchini ko'rsatish kerak deydi. Mutaxassislar shunday ta'kidladi. Yangi Amerika bexatarlik markazi tadqiqotchisi Albreyji Kohler mundaq ko'rsatdi. Jungoning Janubiy dengizdagi haybisiga duch kelganda Amerika texmi qat'iy bo'lishi kerak. Bevosita yoki vositalik bo'lsin, Washington bu masalada orsaldi bo'lmasligi lozim. Amerika Janubiy dengiz masalasi texmi qat'iy bo'lishi kerak. Washington bu masalada orsaldi bo'lmasligi, ishkillanib qolmasligi kerak deb ko'rsatdi Kohler efendim.